inson gepatit C yuqtirganini qanday bilsa bo'ladi? Belgilari qanaqa bo'ladi? Gepatit C birlamchi organizmga tushgandan keyin o'zi 80% holatlarda hech qanaqa belgilar bermaydi. Faqat 20% odamda belgi berishi mumkin. Bu holsizlik, ishtahani yo'qolishi, ko'ngil aynashi, sarg'ayish, axlatni oqarishi, siydikni to'qlashib ketishi rangini, undan tashqari o'ng qovurg'a tegida, o'ng qovurg'a ravog'i sohasida og'irlik hissi, og'riq bo'lishi mumkin. Mana shu demak, aynan gepatit C ligidan dalolat bermaydi. Bu o'sha gepatit, ya'ni jigarni zararlanishi borligidan dalolat beradigan belgilar. Aynan gepatit C ga xos bo'lgan, uni ajratib turuvchi belgi yo'q. Kasallikning belgisi yo'q. Xuddi boshqa gepatitlarga o'xshagan belgilar bilan kuzatiladi. Faqatgina qon tahlillaridagina biza aniq eta olamiz bu gepatit C ligini.